Assalomu alaykum hurmatli bankimiz mijozlari. Bugungi kunda sizlarni uchrashishdan maqsad faqatgina shu yosh bo'lganlaring uchun bankimizdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-sonli qaroriga asosan bankimizda yaratilgan yoshlar tadbirkorligining ham ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan kreditimiz to'g'risida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Birinchi, bunga qo'yilgan talablar qanday? Qarz oluvchi yoki tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyat yurituvchi yoki dehqon xo'jalik, hunarmandchilik faoliyatidan shug'ullanuvchi yoki ijtimoiy soliq to'laganda o'zini o'zi band qilgan yoshlar kiradi. Ya'ni bunga dehqon xo'jaligi bo'lsa ham bo'ladi, yoki tadbirkorlik ochib faoliyat yuritayotgan bo'lsa ham bo'ladi. O'z-o'zini band qilib qildiryapsizlar hozir, shu o'z band qilib shu kreditdan foydalanib olsa ham bo'ladi. Endi bunda kamida 6 oydan ortiq muddatda davomli faoliyat ko'rsatayotgan, ya'ni 6 oy oldin hozirgi kundan orqaga qarab 6 oy sanasizlar, o'sha 6 oy oldin o'z-o'zini band qilgan, yoki tadbirkor o'sha paytda ochgan bo'lishi kerak, yoki dehqon xo'jaligi o'sha paytda ochgan bo'lishi kerak. Ya'ni shu sohaning egasi bo'lgan bo'lishi kerak. Tushunasizlar? Shu sohaning egasi bo'lgan bo'lsa, demak shularga biz kredit ajrata olamiz. Ularda yoki tadbirkorlik subyektlari sifatida faoliyat yurituvchi yoshlar, dehqonchilik, hunarmandchilik faoliyatidan shug'ullanayotgan yoshlar, ijtimoiy soliq to'lagan, o'z-o'zini band qilgan yoshlar, ustav fondida hisob qo'ygan 50% kredit ajratish vaqtida yosh bo'lgan, ya'ni firmalarda a'zosi ustav fondi bor, ustav fondida kooperativmi, mas'uliyat cheklangan jamiyatmi, o'sha yerda yosh necha yoshdan? 18 yoshdan oshgan, 30 yoshdan 18 yoshdan baland, 30 yoshdan oshmagan yoshlar hisoblanadi, to'g'rimi? Ana shu ustav fondida 55 ta ishchi bo'lsa, demak shundan 3 tasi yoki 4 ta bo'lsa, shundan 2 tasi kamida o'sha yosh o'rtasida bo'lishi shart. Tushunyapsizlar? O'sha yosh o'rtasida bo'lsa, bu yosh hisoblanadi ham